Assalomu alaykum do'stlar, o'zimizda bor modellarimiz qisqacha video obzorlarini qilib beramiz. Xudo'lasa narxlarni aytib o'tib ketamiz, batafsil orqali olsanglar bo'ladi. Xudo'lasa qisqa lo'nda video qilishga harakat qilamiz. 15 Max telefonimiz do'stlar, xo'p 256 talik 86 yo'nkisida 830 dollarga. 14 Max telefonimiz 850 dollarga, 82 256 talik korobka hujjatlari bor. 76 256 talik 13 Max telefonimiz o'ta ham tanax holatda Apple varianti 510 dollarga. Xo'p 700 dollarga do'stlar iPhone 15 Pro 13 iPhone 13 88 180 tanax holatda do'stlar narxini qilib beramiz do'stlar sizlar uchun 380 dollarga. S24 Ultra Euro varianti do'stlar 620 dollarga, koreyskiy narxida emas, holatlari radnoy, yaxshi zo'r holatda. S22 Ultra tevadagi do'stlar bardoy svetda 385 dollarga, 395 dollarga Islomiy Green Svetdagisi. S21 Ultra do'stlar Silver 16 512 talik variantda do'stlar narxini qilib beramiz sizlar uchun 335 dollarga. S22 Pluslarimiz do'stlar 215 dollarga, 265 dollarga va 315 dollarga Euro variant ikkita sim kartaligi ham bor. S21 Plus modelimiz do'stlar Euro variantda bu ham 2 million 200 ming so'mga do'stlar foydalanib qolsangiz bo'ladi. Yaxshi telefon. S21 Plus 235 dollarga. S20 Plus Euro variant qorasi do'stlar. Xo'p, ikkala sim kartasiga kelib o'tgan narxini qilib beramiz sizlar uchun 215 dollarga bu ham. 225 dollarga koreyskiy tanax holatdagisi. Note 10 Plus o'ta ham ideal holatda Apple variant desak bo'laveradigan. Bunaqa chiroyli svetda do'stlar narxini qilib beramiz 2 million 300 ming so'mga va 2 million so'mga ham Note 10 Plus modelimiz bor. S15G Gold'ni qilib beramiz do'stlar sizlar uchun 2 million 200 ming so'm A+ variantda. Bunisini qilib beramiz 1 million 700 ming so'mga do'stlar. Batafsil ma'lumot Telegram orqali olsanglar bo'ladi. S10 Plus modelimiz do'stlar 1 million 900 ming so'mga. A17 256 talik variantda do'stlar narxini qilib beramiz 2 million 200 ming so'mga yangi rабочий telefon. A56 bunaqangi chiroyli svet, bu ham holatlar o'ta ham ideal holatda do'stlar. Narxini 275 dollarga qilib beramiz. S21 Euro variantda 225 dollarga va 220 dollarga 128 talik 256 talik variantda. S21larimiz tayyagilari silver svetda. Xo'p, bularni 2 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. S21 do'stlar 2 million 100 ming so'mga. S22 Euro variantda do'stlar buning narxini 275 dollar. Korobka hujjatlari ham bor. Xo'p do'stlar 14 ta telefonimiz. 14 ta do'stlar 512 ta yarim terabaytlik korobka hujjatlari full box holatda 255 dollarga. iPhone 11 84 128 talik variantda 255 dollarga ideal holat korobka hujjatlari bor, to'liq ramli. Xo'p, iPhone 11larimiz oqidan bor va tagida qorasidan ham bor. 87 88 yo'nalisida 235 dollardan 64 talik korobka hujjatlari bor telefonlarimiz. Xo'p, tepadagilarda aytib o'tib ketaylik. Birinchi iPhone 11 89 128 talik variantda do'stlar, holatlari ideal holatda 255 dollarga. iPhone 11 Max Face ID yo'q 91 256 talik 240 dollarga. XR telefonimiz 87 256 talik variantda 2 million 100 ming so'mga. 11 Pro 77 64 talik variantda 240 dollarga. iPhone 12 80 64 talik holatlari ramli tanax holatda narxini 245 dollarga qilib beramiz. iPhone 11 100 batareykasi usulida 64 talik 190 dollarga. Xo'p, bu yerda XSlarimiz ekan, endi XS 164 talik 1 million 800 ming so'mga, oqana 1 million 900 ming so'mga qilib beramiz. Bu yerdagisini 1 million 700 ming so'mga qilib beramiz. XSimiz bor va tepada ham XSlarimiz bor. Holatlari ramli mashlarni 80-64 talik 1 million 900 ming so'mdan Gold 79-64, 80-64 va 75-64 taligi. Teknopova Neo 6 do'stlar 1 million 100 ming so'mga. 12 Max telefonimiz do'stlar Bezemeki 93 512 talik 250 dollarga. 13 Max telefonimiz 89 128 talik 540 dollarga. 540 dollar 78 256 talik variantda. 13 Pro 78 128 talik 420 dollarga. 79 128 talik 420 dollarga. Holatlari zo'r holatda. iPhone XR 82 64 talik 2 million 200 ming so'mga. iPhone 14 410 dollarga, 85 128 talik, iPhone 11 87 128 talik, 380 dollarga. iPhone 12 80 64 talik do'stlar, 250 dollarga. Korobka hujjatlari ham bormi? 80 128 talik 260 dollarga qilib beramiz. 91 64 talikni ham 260 dollarga qilib beramiz. iPhone 11 Pro Gold 64 talik 100 yo'nalisida do'stlar,
240 dollarga korobka hujjatlari ham bor. 78-64 talik variantni ham 240 dollarga qilib beramiz. Bunisi Rabnoy 71 64 talik 2 million 800 ming so'mga qilib beramiz. XR o'ta ham tiniq holatda 91 talik variantda aniq qilib beramiz 2 million 200 ming so'mga. iPhone 11 81 to'liq Rabnoy 64 talik variantda 235 dollarga. 235 dollarga 82 64 talikni ham qilib beramiz. 235 dollarga 108 talik 81 yo'ntusligini ham qilib beramiz. Naryoqda 100 usulindisi bor 190 dollarga. Xo'p, bu tomonda holatlarni har bir telefonni do'stlar prosta qisqa video obzorni qilib beryapmiz. Prosta narxini aytib o'tamiz. Har birini rasm video ma'lumotlar do'stlar Telegram orqali chiqsanglar, har birini rasm video alohida ma'lumotlar bor. Kimdir o'ylashi mumkin, jinnicha video bo'libdi, uni unaqa emas do'stlar. Xo'p, bo'ldi, ketdik. Redmi 12 o'rtadagi Bluetooth'da bu narxini qilib beramiz do'stlar 1200 ming so'm, 256 talik. Note 12 1,1 million so'mga, 186 ga. A15 modelimiz do'stlar 6,8 talik zo'r holatda 1,450 ming so'mga. M16 5 modelimiz yangi ravochi holatda 1,700 ming so'mga. Xo'p, A16 1,650 ming so'mga qorasi. Xo'p. A16 xo'p 2 million 100 ming so'mga 256 talik A+ variantdagisi. Xo'p, bunisi do'stlar A34 5 modelimiz 1,900 ming so'mga. Tepadagi 55 ta 256 talik variantdagi taniq holatda 230 dollarga. 55 ta oq ham bor mana. Korobka hujjatlari bor, to'liq rabnoy holatda 2 million 200 ming so'mga. XS'lar aytib o'tdik. Xo'p, Honor'dan X7 modelimiz 256 talik variantda 1 million 550 ming so'mga oxirgi narxlar bilan qilamiz. Xo'p, Honor 400 Lite telefonimiz do'stlar. Korobka hujjatlari bor, bez zaryadchi holatda 2 million so'm. Yaxshi ham zo'r holatda, zo'r telefon. 12 Pro modelimiz bo'lsa, 256 talik variantda narxini qilamiz sizlar uchun 1 million 550 ming so'm. 256 talik taniq holatda GT30 Pro 1 million 900 ming so'mga. Infinix'dan 40 Pro'si 2 million so'mga qilamiz buni. GT20 Pro do'stlar, haqiqiy giro telefon hisoblangan 245 dollarga. 11 ta modelimiz do'stlar, to'liq rabnoy holatda 1 million 800 ming so'mga. 11 ta Pro'si 8 ga nargisi 8 ga 80 bu 8256 talik 11 ta Pro'si bu do'stlar. Rabnoy holatda korobka hujjatlari bor 2 million so'mga. 12 ta do'stlar, 12 tani o'zini 200 dollarga qilib beramiz. Holatlari yaxshi, rabnoy holatda. 12 ta Pro'si ham bor do'stlar, 256 talik variantda, bez korobka variantda 2 million 350 ming so'mga. 14 ta bez imeka holatda 12 ga 256 talik variantda do'stlar, korobka hujjatlari bor 240 dollarga. 13 Pro 108 talik variantda do'stlar 1 million 800 ming so'mga. Redmi Note 13 1 million 300 ming so'mga. 11R modelimiz do'stlar 850 ming so'mga 108 talik variantda. Note 14larimiz 1 million 700 ming so'mga. 8 Pro'larimiz 900 ming so'm, 950 ming so'mga bor, 3 ta bor. Redmi Note 8 telefonimiz do'stlar, xo'p 64 talik korobka hujjatlari bor 550 ming so'mga. X7 modelimiz do'stlar. Xo'p, korobka hujjatlari yo'q, buni 1 million 200 ming so'mga. X7 dis bu yangidek holatda do'stlar. Batafsil ma'lumot qilib Telegram kanalimizga qo'yamiz. Ular yangi kelib bo'lsa 1 million 550 ming so'mga do'stlar. iPhone 8 pluslarimiz 1 million 500 ming so'm. Xo'p, 7 plusimiz bu narxni qilamiz qancha edi? Xo'p, bu 850 ming so'mga shunaqa 7 plusimiz. Xo'p, Note 9 ham mana ham zo'r telefon foydalanib bo'ladigan. 4 ga bizning saytlarda korobka hujjatlari bor 550 ming so'mga do'stlar. 13 Pro korobka hujjati yo'q 256 talik. Holatlari ham zo'r holatda 1 million 650 ming so'm. A82 5G modelimiz do'stlar 850 ming so'mga. Honor X9 dini yangidek holatda 12 operatorgaligini olib qo'yganmiz. Full box holatda narxi. Do'stlar buning narxini qilamiz 280 dollarga. Xo'p, bu tomonda endi do'stlar yangilarimiz Pova 1,5 million so'mga 7000 mAh bo'ladi. Batareyka yana qo'shimcha batareykasi bor. Xo'p. Tecno Go 1 telefonimiz do'stlar. 1 million 50 ming so'mga yangi telefon olishlar mumkin do'stlar. Smartfonlarimiz 1 million 200 ming so'mdan. Redmi A5imiz do'stlar 1 million 50 ming so'mga yangi vakuum holatda ochilmagan 64 talik variantda. Honor X6C 1 million 500 ming so'mga. A16larimiz 1 million 850 ming so'mdan do'stlar. A06imiz do'stlar 1 million 550 ming so'mga. F16 5G'larimiz bular do'stlar 1 million 950 ming so'mdan. Xo'p, X7D modelimiz do'stlar, buni
yangi rabotchi ham emas bu, xullas korobkadan ochilib qo'yilgan ekan, xolos bo'ldi. Bu 165 dollar atrofida sotilyapti yangisi hozirgi kunda. Sizlar uchun do'stlar 135 dollarga, 30 dollar arzoniga yangini qilib beramiz. Prosta ochib qo'yilgani hisobiga. Note 14larimiz do'stlar ikkita bor hozir sotuvda. Xo'p, bularda 1.900.000 so'mda yangi ochilmagan vakuum holatda. 14 C modelimiz do'stlar 240 dollarga qilib beramiz. 12 yarim terabayt. Xo'p, Honor 200 telefonimiz do'stlar 250 dollarga qilib beramiz. Yangi ochilmagan deb olganmiz. Manzilda aytib o'tdik do'stlar, oxirida bo'lsa ham Andijon viloyati Shahron shahar Makro supermarketi 2-etajda joylashgan Bekmobil do'konimizning nomi Bekmobil. Telegram nomerlaringizni qo'yib o'tamiz. Har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlari Telegram orqali olsanglar bo'ladi. Har bir telefonda rasm, video ma'lumotlarni Telegram kanalimiz bor. Kanalga muntazam ravishda joylab boramiz va yangi kelayotgan modellarni ham joylab boramiz. Barter xizmati bor, faqat do'konga kelsanglar. Endi dastlabki xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Xulosa borgandan to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Faqat zaklab tashlab berasizlar. Qolgan to'lovni borgan paytda qilib berasizlar. Bu tomonda yangilarimiz, bu tomonda hozirda o'zimizda mavjud, hozirroq ishlangan va yangi rabochi telefonlarimiz. Yaxshi, ishonchli, sifatli telefon kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Eng yaxshi, sifatli, ishonchli telefonlardan qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqacha videoda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, xo'p, uzr so'rab qolamiz. Aytib o'tganimizdek, har bir rasm, video ma'lumotlarni Telegram orqali olishlar mumkin. Prosta qisqa video va narxlarni qilib o'tdik.